Assalomu alaykum подписчиклар. Assalomu alaykum yo'ldoshlar. Bugun mana Oxun qassobnikine keldik. Oxun qassobda super aksiyalar bo'lib turibdi. Shu new botqanni aniqlaymiz. Oxun. Ha bu new bular bo'ladir bu. Yaxshimisan jara? Assalomu alaykum. Nasılsın? Var bu. Yaxshi Xudoga shukr. Ha bu new bo'ladir bu Oxun. Go'shimiz tamam. Aksiya bo'lib turibdi. Har juma 100 ming so'mga asl jumaga satdik. Ava. Jumadan keyin 6 kundan boshlab bir hafta davomida aksiya qo'yadi. 105 ming so'mdan. 105 ming so'mdan? Oo. Necha tuvasan Oxun? Qoplaymi? Qoplo joyda emas. Voy voy. Bo'lmasa bo'ldi, o'zi foydasi kerak emas. Al, bo'lsa xalqqa bo'lsin deysan-ku. Ikkinchi natijasi. He. Arzon narsa sifati bo'lmaydi. Uni o'zim ham xalqam biladi uni. Ava. Biroq bizlarda ham arzon, ham sifat. Sifati o'shim sifat. Oy, ya, молодец. Mana 6 kundan, nega 6 kun bir hafta aksiya qo'ydik. 105 ming so'mdan. 105 ming so'mmi? Kella tuyoq qo'yaman dedi u. Kella tuyoq hech qaysini qo'yib bera olmaydi. Men qo'yib beraman bu narsani. Al. Men qo'yaman so'zi. Al, ana. Kella tuyoq satmayman. Go'sht sotib bo'lgandan keyin shunda qo'yaman. Oxirini sotaman. Al, ana. Kerak bo'lsa, mana fakt kerak bo'lsa, ana shu narsani ishlab bilaman. Ishlab bilaman shuni. Молодец, atan qaraman. Al, menga qara, Oxun. Men hozir har yerda har tur bo'lib turibdi. Go'shtni qancha solasan? Masalan, 1 kiloga go'shtni qancha solasan? 700 gram so'm tushadi. Ana. Tajaqa 700 gram so'm tushadi, 250 gram so'm tushadi, 50 gram moy tushadi. Ana. Xalqim, tanlovda adashmang. Boshqa yerda aksiyada bo'lib turib, boshqacha sena go'sht solinadi. Bu yerda 700 gram so'm go'sht solinadi. Ondan keyin suyagi mayni yaxshi yerine solib beradi. Shunday. Bu ulug'bek ovushgan azada qolgan suyakni sotaveramiz. Ava. Uni adli suyak g'azallarni sotaveramiz. Asaplar. Молодец. Rasat bilan rasatdan bo'ladi. Shuni aytacağım. Nechun bundan narsa ishlayapsan, nechun yutvasan deb o'zim ham akalarim bor. Ava. Bu narsani ishlayman. Bu sizdan savdo bo'lib turibdi bu. Dedi. Ava. Ava. Просто men bilan bir rejishlar. O? Jeshkuyaza qilibdi bo'ladi. Bir xalqqa tajarim yashirmayman. Jeshkuyaza qilibdi bo'lmay turibdi. Bir kuni yutib satib, qilgan kuni yana 100 ming satib. Unday bo'lmaydi. Aksiya qo'ydimmi? Gamingda desoy to'g'rida bir molni bo'lsa sotib kerak. Bizga o'xshab. Bir yerda. Ayniga aparat, meniga aparat bo'lib, aylig'azdan go'shat qo'yganchilar. Kesinlikle bir do'konda bir mol satsa men bilan aksiya qo'y. Yetalaman bo'lsa, shu yerda menga ejib turgan odam bo'lsa, bir molni qo'yamiz, bir molni aksiya qilib sotishamiz. Javob. Men bir kun ikki cho'lashayman, bir hafta qo'yaman. Ol, ene. Ketdi. Shu bir haftaning ichida menga yana vizit kelsa, bir oy qo'yaman. Bir oydan ichida yana vizit kelsa, bir yil qo'yaman. Ol. Xalqim, tanlovda adashmang. Xalqim bizga bir so'm bo'lsa-da, bizga arzon bo'lgani yaxshi. Xalqimizga to'g'risi. Oxun atanga rahmat. Sana rahmat jo'ra. Bu Oxun qora to'l tutdi da malga, ha? To'l tutdi jo'ra. Qo'rquv yo'q. Qorada mal ko'p. Bu ya'ni odam aytadi, yong'oqni shaqi shuqurina qiziqadi ekan deydi-ku. Bu go'shtni ya so'yib sotib xalqqa shunga istedi u bola. Men shu hobbiyman jo'ra. Ol, ene. Bir de adamlar uylik tursa, xalqqa mazza qilib go'sht satsam, men ishlaman, shundan keyin aytaman, menga foyda. Молодец. Qarin to'yadi makaronlar. Voy voy. Bu Oxun bu xalqqa o'g'izlar ko'rsatamizmi ya bu? Bular bu yerga ekib qo'yib qo'yadi, quyoshda vallahi qiynab. Jo'ra, men xalqqa ekibdan ko'rsatdim bu narsani. Ava. Ko'rsatib aytman. Ava. Qo'yib, просто xalq ko'rsin, buni ishonmaydiganlar negativlar chiqadi albatta. Ava. Men endi bu safar Ulug'bek, men o'zim vis qo'ran chiqaraman. Qo'rqincha mol turganni obunachilardan o'radi. O, молодец. 2 emas 3 qo'ran ko'rsataman. 3 yerda 3 qo'ran ko'rsataman. Al. Молодец. Ana shu qo'rasini Oxun, iloji bo'lsa qani zaman ko'tarsan ishlarni so'ytib berasan xalqqa, to'g'rimi? Kran bilan so'yacakman. Ana, shule so'yacak. Qonunga bu qonuniy so'yadi. Pechati bilan olib keladi anaqa aparib. Bu pechat sallohxona bilan. Sallohxona isboti bilan. Bu yerda so'ysa jarima soladi degandek. Oxun ertangi molga bir qilab qo'ymaysizmi bu obunachilar uchun? Men Ulug'bek kunda molni ko'rsatib mana jo'y besparangi bor. Mana jo'y bunda bokschilar deb turmayman men. Men har juma qo'yaman, bu 1 kilo 2 kilo cho'lashimman men. 5 kilo bunda qo'yaveraman. 1 kilo 5 kilo bunda qo'yaman. Bu mana kunda bir molni jo'y berangilar. 1 kilo sotib 1 kilo olamiz, parib turmaymiz. Meydalash. Kelib 5 kilo go'sht qo'yamiz. Ol. Endi shunda. Xalqim. Shu videosini chiqaramiz, shu videodan keyin xudo xolasa 5 kilo go'sht qo'yaman jo'ra. Ol, ana. 5 kilo go'sht qo'yaman. Молодец. Xo'lashib o'tirmaymiz, 1 kilo go'sht qo'yaman. Xalqim,
Kelaversa ertaң 105 dan go'sht, ertaң emas. Bir hafta davomida ertaң 105 dan bo'ladi go'sht. Juma kunlari 100 ming so'mdan adashmang tanlovda. Narx arzonlasa bizga foydali. Tarafdan yutib turadi. Ya'ni bizning taraf buyog'idan ham 105 ming so'm baho ko'rsatadi. Ava? Buyog'idan ham 105 ming baho ko'rsatadi. Bir tarafdan bor. Buyog'ida baho ko'rsatmaydi. Buyog'ida baho ko'rsatadi. Buyog'ida 120 ming bosib sotaversa, 100 dan berdim bo'ling. 100 dan berdim bo'ling sotaveradi. Buyog'ida tarafda baho o'zi ko'radi. Biroq buyog'ida xalq tarafda bahosini ko'rsatmaydi. Shunda ham tarazilar bor. Bu tarazda qiyomat o'g'irib keladi bu. Bu bir haqim. Bundan qo'ydalanmas. Eğer kelsa, mana bu taraf 105 ming baho qilib turadi. Ko'ylab o'lchiradi, halol mol sotib oladi bo'lgani. Ana shu. Tamam. Ertaga xudo xolasa kelaverasizlar go'shtga. Adresni bilasizlar, mana o'zingiz Aysh shart emas, sentrda, bir yerni sap qo'ydim. Sentrda bo'ladi. Super aksiyalar o'tib, xalqim gazini bosib tarqatinglar. Barakatda qo'yasiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin deb o'tirman. Podpiska, like bosing, tarqating. Вообще